O'tdan bo'ri kelmaydimi? Keladi. Bo'lmasa bo'lak bo'lib chiqib ketagan derganda. Samira meni ustalarga o'xshargan, ozgina o'rganib olib bersa. Mana buni tuz qo'yilishi kerak. Asal ichida mustaqil bo'laman dedi. Ha, uchashib qurib ketaman deyapti. Ana, borasan. Kimga nima olib keldi bu yerga? Aka bilan Jahongash'damiz. Daryo toshqin suvlar to'lqin o'tolmayman o'tolmayman. Qoni deydi. Yurimiz. Nima deydi mana shunaqa kichkina ko'chalar? Okey. O'tmasinlarga yetamiz. Okey, kelamiz biz o'ntda bitta adashgan banda kelgan ekan mana shu mana. Mana. Eskani suyunchi degan kinomidi, yo Shumbola degan kinoda mana shunaqa joy. Bola. Ha. O'ttiradi jo'lamlar. Ha. Ana o'g'irlik qilib pulni taqsimlayotgan joy bu. Shunaqa joy. G'irt Urgutda nima deydi bu totin? Chorchinor. Chorchinor? Chorchinorning yuqorisi. Chorchinor tepasi ekan. Qo'y mana shunaqa joy. Haqiqiy yeganda lekin. Ha, haqiqiy. Hamma narsa tabiiy bu yerga. Tabiiy. Sen bu Düzör aka. Nechinchisi o'zi amaki? Olmuş. Necha yil amr o'tasiz? Seni olmuş yıl biz faqat topgan. Faqat cho'tamsiz? Faqat cho'ponlik mana ovulda. Faqat cho'ponlik. Mayda echkilar sizga-da, yerda turgan. Kichkina. O'shalar sutimi bu? Balasi bilan. Ha, bular bolasimi? O'zi aylanib qaytib keladi? Ha, keladi yo'q. Oqtarga boramiz. Qarab. Ha. O'tdan bo'ri kelmaydimi? Ha, oqshom keladi. Ha, o'shaning uchun setkalar bilan o'rab qo'ygan ekansiz, yotlarni. Echkilaringizga tegmaydimi bo'rilar? Biri yo'q, ilon choq. Ha, ilon chaqadi. Chaqqanni qayerdan bildingiz? Ilon endi yuqorigalar yarim metr beryapti. Ha, o echkiz chaqqanni qayerdan bildingiz? O'sha mushkan nima bo'lib ketdi, shiblaydi. Ha. Shunda bo'lib ketdi, keyin egara bo'ldi. Ha. O'sha zahar tushadi. Ha. Ha, o'zlari davonsi ham o'zlari shifokor ya. Ha, o'lmay qoldimi o echki? O'lmadi, yaxshi bo'lib ketdi. 4-5 kun o'tdi, yemadi. Ha, men uni ustidan emasmi? O'g'zidan nima qildi? Ha. Keyin o'zi pishadi-da. Ha. O'sha egani o'rasa o'zlaridan tushadi yaxshi. Ha, yaxshi bo'lib ketdi echki. Daraxtlarni o'zingiz ekkan ha? 30 yil bo'ldi. 30 yil oldin plan qilgansiz. 30 yil bo'ldi daraxt. Daraxtlar, har xil daraxt bor ekan. Nima tepasida? Yong'oqmi? Bu arkasi yong'oq. Aha. Doldorisi bu. Arman bu. Olma, olxo'rik, o'rik bor ekan yerda. Hozir aytdan ko'rib yetyapti, ya'ni Shumbolada anaqa bor, bitta o'g'irlik yig'ilib pul bo'lishadigan joy. Ko'rganmisiz kino? Ha. O'shanaqa joy bo'lgan ekan, o'ta. Shunaqa o'xshaydi-da. Voy ablah. O'zimizniki bo'la turib o'zimiznikini o'g'irlaysanmi? Ne. Boqaq. Sol. Oyoqlarga sol. Voy. Kim ayoli sog'olami? Ha. Ushlayman, ayolim sog'. Hozir sut pishiriladi. Sut pishirilgandan keyin chakkidan ozgina soladi. O'sha soladi-yu, ustini yopib qo'yadi 24 soat. Yarim qo'shimiz nima qolamiz biz sutga? Sutni qo'yasiz, sal iliq bo'ladi. Ha, iliq. Qo'ymaydi. Ha. Keyin ko'nardan ozgina solamiz, bu aytdan. Keyin o'rab qo'yasizlar, yaxshilab, bir sutga o'ralib turadi. Ha, Osta ko'rasiz, keyin bu ochasiz. Ha, ochib ko'rasiz va qotgan bo'lsa qatiq bo'ladi. Ha, biz ham mol boqqanmiz, biz ham qatiq o'tganmiz. Qani bitta ichib ko'ring endi. Bizlarni joyida deydi. Nima deyapti? Akayam o'zi. Ha? Ichmasdan boshqa ta'rif bo'lmaydi, to'g'ri? Kelish kerak, ichib ko'rish kerak. Qani ichib ko'rish kerak, deymi? Nice. O'zgacha mazasi. Mazali. Qani ichmasdan bo'lmaydi.
Ko'rib ketaman dedi. Okam olib chiqdilar. Mana baraka topsinlar. Qarang, kenglik. Mana tog' вообще mala, ha? Lekin men kengligiga hisobga yutib yuryapti deyaptilar. Yutib. Ha? Yan baland. Mala. Ha, qarang, tosh bir osilib turganga o'xshaydi. Hozir restoranga qarasangiz, bu Toshkentdagi. Ha, ha. Mana shu qaraysiz-da. Ha. Hozir bunga ham mana shu qarab. Ha. Lekin bu yerdan bilinmayapti unaqa balandlik. Ketganda yana qarab. Mana nima mana toshlar deyaptilar. Hidlay. Boshqa Вообще o'tkir ekan, lekin. o'tkir. Ha, juda o'tkir. Bu lekin sizlar o'ylayotgan narsa emas bu. Urgutda faqat shunaqa narsa bo'ladi deb o'ylayvermanglar. Ha? Mazza. Rayhonnikidan ham o'tkirroq, ha? Nima o'zi bu? Mana bilmadim to'g'ri. O, mana O'sha yerdan to'playdilar-ku. ha, hidlab ketinglar dedilar amaki. 150 ga 200 ming. 200 ming? 200 ming. Ha, mana 1 litr. Bir ha. 1 litrmi, 1 kilo? 1 kilo. Ha. 1 kilo asal 150 ming, 200 ming orasi. To'g'ri, bu qachon o'zi asal chiqadigan sezon? Sezon men aytaman 20-iyundan boshlab to 20-avgustgacha asal bo'ladi. Boshlanishi 20. Aha. Berga mana shu territoriyaga 20-iyun Aha. to 20-avgustga keyin olinadi. Tayyor bo'ladi, ha? Ha, tayyor bo'ladi. Ungacha nima sotmaysizlar? Yo'q, u vaqtgacha asal bo'lmaydi-ku. Ha, bo'lmaydi. Bu ishlab turaveradi, keyin men apparatini olib kelasiz, berga. Ha. Xudo xolasa medovkasi bor, Aha. pichog'i bor, kesamiz, yeymiz, olamiz, shuni ketamiz. Zo'r. Xudo quvvat bersin. Sog' bo'ling. Amin. Qani o'sha mashina o'sha yani. Testosteronni ko'taradigan shumi? Ha, ana shu. Malochkasi ana shu. Qani? Malochka. Ha, qayerdan oldingiz o'zi buni? Mana mana. Arni, Aha. ona arni asal. Buni ona. Qani? Bismillah. Qani? Bismillah. Mana chiqma. Qarang, o'rdan shu tomog'ingizni shamollashni yurib bo'yicha. Bu ani men yegan asalga o'xshamaydi bu. Nordon vashim nordon, ha? Ko'ribsizmi? Bu asallarni eng kuchli narsa ana shu malochkasi deydi. Bu ari kuchaysa, tushundingizmi? Ha. Qochaman deganga o'sha urug' bor. Xo'p, qani u bizga sotishadigan asal qani? Qanaqa asal u? Mana asal mamnun mana qarang. Aha. Mana qarang mana. O mamnun qilama qarang. Aha. Yong'inga o'xshaydi yo'q. Ko'rasizmi asal? Tushganmi ko'rasizmi? Asal tushdimi u? Qarang mana qarang. Yaxshilab qarang. Qarang. Ha, tomotdan yomg'irga o'xshab, ha? Ana endi yalab ko'raman asalni qamoqlagan. Bu yerda asal Toshkentdaga ham yo'q. Lekin men o'zim nordon bo'lib qoldim. Ana shu ko'rasiz qamoq. Malochkada asallar ustida. Mana yalab ko'ray mana. Asal arini sutimi bu? Ha. Bu asal emas. Yo'q. Hozir men echkini sutidan qatiq ichib o'tdim. Va buni qatig'i yo'qmi? Hali siz kulasiz. Ha? Asallarni kirasiz xudo xolasa, nasib etsa inshaalloh qo'lni tuting. Mana asalni o'zini. Shuna. Ha, Mana bu asalni o'zi. bu asal. Qattiq qo'ygan. Aha. Bu asal doğruluk asal. Bu tako asal. Bismillah. Ya bu men yegan asal emas. Men bunaqa asal umrimda yemaganman. Bu oqib ketyaptimi tako? Yangi asal. Yangi asal. Svejiy asal? Ha, tam gulli tam chiqaradi. Prям mash tog'ni o'zidan. Ha, mana bu gullardan oladi buni. Ha, ha, har xil gullardan, ha? Ha. Ko'k gullaydi, ko'k gullaydi. Hayla, ko'ribsizmi? Ha. Ha, shunda oladi. Chaqmayapti lekin. Mana siz aytgan mana suti borku mana. Ana qarang, arni. Ha, suti bor mana. Mana ko'rsataman sizga. Mana qo'lim bilan qisqa mana sut. Asalni. Bu rayovoy deydi. Endi bu sig'moqdi. Qarqarlar. Shuning mana bu asal mana. So'g'in asal. Bu gulchangi. Bu bolasi mana bu. Ha, mana bular bolasi. Ha. Mana bu sariqchasi gulchan. Bu asal mana. Aha. Shunisi biz uni tozalash kerak. Asalchilar buni tozalash kerak. Bo'lmasa qochib ketadi bu. Nima bu? Bo'ylang sut aytdim-ku. Ya bu o'z nimaga chiqaradi u sutni? Sig'moqdi yashikka. O'yla. O'yla sig'maydi. Aha. Qochish kerak, boshqa joyga chiqamiz deydi. Mustaqil bo'laman dedi. Ha, uchastka qurib chiqib ketaman deyapti. Bo'lay bo'lib chiqib ketaman deyapti o'shanga. Ha.
O'z sutini mana shunaqa yeydimi o'zi? Ana shundan 10 ari chiqadi. Ha, mana bunday. Qarang. Asallarning xususiyati bir qiziq joyi borki, mana bu 21 kunga chiqadi. Ana ari 16 kunga chiqadi. 16 kun. Ha, 16 kunga. Mana bu dadasi, o'tasi. 28 kunga chiqadi. Bu Allohning mo'jizasini ko'ryapsizmi? erkak urg'ochiligi siraz bilinar ekanda. Ha? Mana qara, kattalar urg'oy. Bu erkak. Erkak. Normal mana buni chiqqani. Ha. Bular nima? Ishchari. Ishchilar. Ishcharichilar mana shular. Bu dodasi boshqacharoq bo'ladi. Ko'rsaman sizga, xudo xolasa. Bu bundan ona chiqadi. Ha. Tushundingizmi? Ham sutligidan ona chiqadi. Ha. Mana bu to'payib turganida otasi chiqadi. Mana bu sutligidan onasi chiqadi. Mana qolgan hammasi rabochiy. Rabochiy. Ishchari. Mana ota-onasi kam bo'lar ekan, ishchi naval bo'lar ekanda. Xuddi hayotga o'xsharkan lekin bor. Bu jo'ra buni mana sutiga ishonmadingiz qarang buni. Mana shuni buni ona olib tashlaysiz. Bu ham ona ari chiqadi. Keyin mana malochka deydi. Buni eng to'g'ri asalga ana shu narsa. Qani olingchi? Qani. Bismillah. Bu halol-da, to'g'rimi? Yo'q. Eshakka halol, to'g'ri? Ana shu bir pensiya ishida 200 ming. Mana shumi? Ha, 10 gramme 200 ming sotiladi. Seryozni? Ha, seriyoz. Qani. Bu bepish ayollar, bepish erkaklarga. Lekin mazasi bu ham taqir ekan. Aytolmam, shamollash qayerga bu bo'lib, ushlab oladi. Voy. Hech qanday bezovta qiladi. Seryozni? Ha. Ko'rasizda ama. Qara. Asal bo'lsa ham, arilar kuchuk joyga kelib ketganda bu arilar. Ha. Olish kerak, tozalash kerak. Ha, bo'lmasa bo'lak bo'lib chiqib ketagan derganda. Savremenni ustalarga o'xshargan, ozgina o'rganib olib. Faqat ona aridan sut bo'ladi. Esingizdan chiqarmi? Ha, sut ona arida hech narsa bo'lmaydi. Ishchi u faqat nimaga kerak desangiz erkak ariga. Mana molla ho'kizga keladi-ku. Arilar ham ana shu ona ham nimaga keladi? Qo'shilish vaqtiga. Ana shu paytga keladi. Boshqa payt nima ish qiladi ani? Erkak arilar. Faqat uxlaydi. Keyin mana ishchi arilar mana asal kelaversa tashqaridan o'ldirib tayyorlaydi, yo'qotadi. Kerak emas sayiladi. Yaxshi lekin. Yaxshi. Necha yillar shug'ullanasiz bu asalchilik bilan? Mana ota-bobomiz da asalchilik qilgan. Ota bu? Bo'm 100 ga kirib o'ldilar. Adam 80 ga olgan. Joylar jannatda bo'lsin bobingizda. Adam 80 ga borlar, xudoga shukr. Mana bizga nevaralarning shu ish alqama. Endi bizga nima qirligilik bo'lsa, 100ligilik bo'lsa, men o'zim 52 ga kiraman. 52 ga? Mana shu bilan yurimiz. Hop, men bitta yashikdan qancha asal tushadi? Inshaalloh, bu hali endi bo'lish kerak. Yili kelsa bo'ladi, yili kelmasa. Hop, yili kelsa qancha tushadi bitta yashikdan? 10 kilo 15 kilo olaverasiz. 10 kilo 15 kilo. Nechta ari bor mana bunchida? Sonimi? U soni bo'lmaydimi? Yo'q, soni bo'lmaydi. 72 million bo'ladimi? Taxmin. Aniq ayta olmaysiz. Qarasizmi asallar oqqanmi qara. Mana yomg'ir bo'yi yog'yapti. Ha, shu asal, yangi asal hali. Pishgan emas. U nima, tegida yig'ilaveradimi bu asal? Ha, bu asallarni yana yig'ib oqartiradi keyin. Ha. Keyin uy oppoq bo'ladi. Ishlagan mana shu bo'ladi. Ha, yilida 10-15 kilo bitta yashikdan. Bu nechta yashigingiz bor mana bu yerda? Mana shu yerga 30 ta bor. Ha, o'zi ko'p bunaqa joylaringizda. Mana hozir Qashqadaryoda ekspress asalarim bor. 6 pritsip, 8 pritsip asalarimiz bor, xudo shukr. Biz hammamiz asalchilar. Ha, mana shunaqa olib borib, mana shunaqa joylarga qo'yib kelaverasiz-da. Bu tovuqni o'zimiz tog' orasida bu. O'zimizni bitta tog' orasi. Ha, bu o'lib qolmasin deb keyin men chaqmaydimmi bu? Riskiy harakatlar qilmayapman, chaqmaydi, xudo xolisa. Bu ham o'lib qolmasin deb shakar berib turamiz, bu narsalar deb shunaqa ham bo'ladimi bu yerda? Qiyommi nima? Agar asallarni tashqaridan asal olib kelmasa agar majbur nima berasiz? Nimadir yemish berib turish kerak. Tashqaridan kelsa u asalingizni yemaydi, shakaringizni. To'g'ri yemaydi. Ha, majbur yeydi. Kaloriya yo'q, hech nima yo'q. Energiya yo'q. Asal, hech nima yo'q. Bu asal bilasizmi? Kuchligini. Hali xudo xolasa asal bo'lsa, inshaalloh kelasiz. Mana asal 1 kilo olib borasiz. Hamma asal bilan bir cho'qishtirib berasiz. Ha, boyiga asallar anaqasi ham boyiga anaqani ham mazza shunday turibdi. Qarang mana. O'zimda qoldi.
Ha. Ana sarg'ilar gulchang deydi. Aha. Ana Allah shunaqa ishlar. Nima siz chaqmaydimi arili? Bemalol ushlayapsiz. Ha? Egasini chaqmaydi. Siz kasal bo'lasizmi o'zi? Yo'q. Ha, umuman kasal bo'lmaysizmi? Xudo xolis kasal bo'lmang. Nima u? Faqat asallarchi. Men asal yeb o'rganingizdanmi? Ha, asal yesangiz umrni uzaytiradi. Alloh beradi umrni. Ha. Sog'lom bo'lasiz-da ko'pincha. Hop. Gripp bo'lmaydi bizda bachalar. Nima kasal bo'lib turasiz? Hech qanday hazır bo'lmaymiz. Kasal bo'lmaysizmi? Yo'q. Bir ukol, kapelnitsa, mapelnitsa. Ha, unaqa narsalar. Kerak emas. Faqat mana shu asal, keyin mana shu Urgutni tog'larini havosi. Havosi shunday. Bu boshqa hech narsa yo'q, ha? Bo'ldi. Go'sht ham o'zimizdan chiqadi. Ha. Hech kim ichadigan. Zo'r. Zo'r, Xudo quvvat bersin. Mana buni tuz qo'yilishi kerak. Asalchilar Nega? tuzni qo'ysangiz, laylikom, tosh tuz deydi buni. Aha. Bundan yeydi, asalari boshqa joylarga bo'lmaydi, axloq yo'q. Ha, tushundim. Ko'p asalchilar shuni bilmaydi. Ana shuni qo'yish kerak. Asalni Zo'r. qo'yish kerak. Bu ani tutun nima? Karaxt qilishganmi? Nima tutun sepishyapti ichiga? Mana asalari uyim ko'ydi deb o'qib, Ha. sizga hujum qilmaydi. Ha. Shuningdek, mana hozir men tellab kelyapman-da, hid. Ha. Insonni o'zicha Shunaqa. Ha. Bu hid bu o'sha choqadi. Bu dutlasangiz u choqmaydi. Vaqtinchalik qaytib keladi keyin uyiga. Ha, uy kelaveradi u. Maza qildik. Siz qayerdan taqsi? Toshkentdan. Toshkent qayerda? Toshkent viloyati Hasanboy degan joy bor. Ha. O'sha asalga rozi bo'ling. Rahmat. Alloh sizga yetganlar, Xudo sizga yetdi mana. Yaladingiz. Siz qayerga edingiz, men qayerga edim. Shunaqa Alloh shuni bizni ekonomizni rizqim bor ekan. Rizqingizni chetdan yerga topsin. Shunaqa. Shundaymi? Shunaqa. Allohdan so'rash kerak. Shunaqa. Hammamiz so'rashimiz kerak. Zo'r. Xudo quvvat bersin. Amin. Amin. Hammamizda undan boshqa ishimiz imonimiz. Allohu akbar. Barakasini bersin, sog' bo'linglar. Rahmat. Zo'r. Xudo xolis. Rahmat. Sog' bo'linglar. Ha. Juda ham tikka ekanlik. Hayda, normal emas. Juda ham tikka. Bu manzara arziydi. Manzara shunga arziydi. Hech kim yo'q. Odam bolasi yo'q joyda. Suv muzdekkina, top-toza bemalol ichsa bo'ladigan suv ekan. Urgut Chinori Aha. 1171 yil yashagan. Aha. Yoshga hozir. Chinor. Balandligi 35 metr. Aylanasi 29 metr. Ha. İçiga 38 bo'ladi bahar. Oltin. Chinor ichi bu. Voy. Aha. Yemash. Chinor ichiga birinchi marta kirishim. Bo'lib ham ildiziga. Yıldızını içi bu. Yosh juda ham katta. Qanaqa gradusga kelishidan qat'iy nazar ichi mana shu temperatura bo'ladi. Har doim, ha? Qishin yozin. Ha, daraxt anaqasi bo'ladi, nima harorati. Bu realni, bu yasalmagan, boshqa qilinmagan. Ha, Yeyilib ketavergan yil sayin. o'zi nima chinor ichi mana shunaqa yeyilib ketadi o'zi. Shunaqa bo'lishiga o'zi shunaqa yozilgan ekan kitobiga buni. Ha. O'zim buni hech kim olib fronta bolg'a bilan yoki bir arra bilan olinmagan. Ha, o'zi mana shunaqa tabiiy. Zo'r. Ajoyib balandligi ham baland bir yashasa bo'ladi, bitta xona deganda. Bitta sanuzel qilsa, xonada yashaydi. Sen uzil qilmasa ham eshitsa bo'la. Sen texnikdan nima ham eshitasiz boshqa. Juda go'zal. Juda katta joyga salqin beryapti lekin. Hop, yer tagidan suv chiqargan. Prям shaffof bo'lganda, u yoq yo'q shaffof ekanligi. Ha. Mashina suvchar hamda. Urgutki. Yo'q. Hop. Vapshimizda ekan bor. Nima bo'lsa ichyaptim men xullas. Mazam aka. Ne? Hozir eshitmoq qolmadi sizdan. Asalari ham ketdi. Echkini sutini ham ichdim, asalli sutini ham. Urgut suvini ham ichib bo'ldim mana. Ha. Nega do'lar? Mineralga boy ekanda. O'z bilinib turibdi. Butun Urgutga tarqalar ekan nima ishdan, ha? Ha.
emas. Ne? 30% farq. Ha 30%ga. Ras chinor ko'paygan bu yerda. Svetli joyga mana ustalar bilan obod qo'yishayotgan atrof. Yap-yo. Bu aka bu. Bu qor bu. Qor? Ha. Nima oti nima buni? Rohatijon. Mana shumi? Ha, mana shu. Sog'dan keladilar, chillani qori bu. Chillani qor. Aha. Chillani qori 41 darajada odaydi. Hop. Rohatijon. Ha, nima qo'shdingiz hozir unga? Shinni. Shinni? Shinni bilan bo'ladi kemamni opa. Ha. Qani yasab ko'ringchi nima bo'ladi? Shuncha ko'p yasamang lekin. Proba ko'ringlar oldin. Ha? Ketaveradi bu. Shillani qori ketaveradi. Ro'zga qor, Hop, nechi pul buni bittasi? 5000, 8000 mingda. Takoy bir 5 millimi bu, nechi pullik bu? 5000. Bo'ladi takoy mana 5 ming. Ichish kerakmi, nima qilish kerakmi? Kerak. Ha? Bismillah. Bugun menga hamma narsa yedirib ichirdingizlar. Yana bittasi qoldi. Yana bittasi bor hali. Aka qandoq? Bizda ekan bosh. Qo'rda. Bildim. Yoshligimda qor ekanman, mana bunaqa nima edi? Rohatijon. Rohatijon. Yemaysizmi? Yeyman. Yeb ko'raylikchi. Chiqib men bugun mazam qochmasa bo'ldi lekin. Chuvomiz. Urgut xalq. Ani Urgut xalq to'g'risida qani o'zingiz bir ikki og'iz. Ani men bildirsam anaqa bo'lib qoladi. Yo'q, o'zi juda ham samimiy xalq. Mehnatkash, tadbirkor. Birovni haqqidan qo'rqayotgan xalq. Men bilganim lekin vabshim sodda ekan yoki shunaqa sodda odamlarga olib keldingizmi qo'lsiz? Yo, hamma joyga bor, masalan, sodda odam ham bor. Bunaqasi ham bor, mashinadagi ham bor, lekin hozir sizni olib kelgan joyim ayniqsa juda ham sodda odamlar, chunki shahardan ancha yiroq bu yer. Har tomonlama internet yo'q bu yerda, Sobirjon aka. Eng asosiysi mana internet o'ynamaydi, televizor ko'rmaydi. Turadi mehnat qiladi, yotadi. Turadi mehnat qiladi, yotadi. Mana Asad Nush bilan oldingiz intervyu. Qattiqchi bilan oldingiz. Qarang, maza qildingiz o'zingizdan. Vashshi samimiylik, mana qarang, tepaliklarni go'zalligini. Telefon bilan olib bera olmaydi bunaqa narsani. Hatta kenglikni o'ziga maza qolyapti odam. Har tomonlama yaxshi, bir kelinglar, bir ko'ringlar. Urgutda bunaqa tog'larini. Urgut desa hamma boshqa xayolga boradi. Urgut desa faqat shu kayf qiladigan odamlar deb o'ylaydi. Brother, what's that? Boshqa narsalardan ham kayf qilsa. U gapga o'zingiz ham kulib yuborasiz-ku. To'g'ri gapiryapman-a.